Voy bu, vohmasi bir olam. Kasallik kelishadi, qondagi qand. 7 bo'lib ketibdi, 6,5 bo'lib ketibdi, bo'ldi, endi sahri bo'ldim, o'ldim. Yo'q, qondagi qand sog'lom odamda ba'zida 7 gacha, ba'zida 6,5 gacha ko'tariladi. Uni normalarini bilish kerak. Qondagi qand och qoringa 3,3 dan 5,5 gacha bo'lsa, ovqatdan keyin 3,3 dan 7,8 gacha norma. Shuning uchun agarda sizda qandli diabet belgilari bor bo'lsa, diabet bo'lib qoldim deb xavotir olayotgan bo'lsanglar, albatta qondagi qandni ovqatdan oldin, yemasdan, ichmasdan 8 soat davomida hech narsa yemasdan topshiring va ovqatlanib, ovqatdan keyin 1 soatdan keyin yoki 2 soatdan keyin tekshiring. Ana o'shanda agar normalarga to'g'ri kelmasa, unda qandli diabet diagnozi qo'yish mumkin. Yana bir siri, agarda uyingizda yoki qo'shnilaringizda glukometr bo'lsa va siz glukometr yordamida qondagi qandni tekshirmoqchi bo'lsangiz, xohlagan kunni yarmida ovqat yeganmisiz, yemaganmisiz, choy ichganmisiz, ichmaganmisiz, hozir to'rtta yegan bo'lsangiz ham agar 11 dan baland chiqsa, demak sizda aniq diabet bor. Agarda qondagi qand 11 dan baland chiqmagan bo'lsa, unda sizga diabet tashxisi qo'yilmaydi. Diabet oldi holati bo'lishi mumkin yoki umuman diabet yo'q bo'lishi mumkin. Analizlarni to'g'ri topshirib, keyin tashxis qo'yiladi.